Tushda Qur'on ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning ta'kidlashicha, tushdagi Qur'on ilm va hikmatni bildiradi. Tushida Qur'on sotib olganini ko'rsa, talab ilm va donishmand bo'lishga dalildir. Tushida Qur'onni olovda yoqib yuborganini ko'rsa, dinining buzilishini bildiradi. Kirmoniy aytadiki, tushida Qur'onni ochib, ko'zu yuziga surtganini ko'rsa, har qanday ish qilsa, Qur'onga muvofiq qilishiga hamda shahar hokimi bo'lishiga dalildir. Tushida Qur'on u bilan so'zlashsa, so'zi yaxshi bo'lsa, yaxshilikka, yomon bo'lsa, yomonlikka ishora. Ja'far Sodiq aytadiki, tushdagi Qur'on 5 narsaga dalildir: ilm va hikmatga, merosga, omonatga, halol rizqqa, din va diyonatga. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.